Sabzavot va meva-chevalarni sotib olayotgan odam narsani tanlab olishi harom degan ma'noda gap eshitib qoldim. Bu to'g'ri bo'lsa, ikkala taraf ham gunohkor bo'ladimi va bunda qanday yo'l tutish lozim bo'ladi? Shu haqida batafsilroq ma'lumot bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'z savdoda olamizmi, bir narsani sotamizmi, doimo shu narigi tomonni haqqi bizga o'tib qolmasligini rioyasini qilishimiz kerak. Savolda so'ralgandek, tanlab olinadigan bo'lsa, u narigi sotuvchini haqqi o'rinsiz bu oluvchiga o'tib ketib qoladi. Misol uchun, masalan, faraz qiling, siz kartoshka sotyapsiz, kilosi 5000 so'mdan. Men uni katta-kattalarini terib oldim. Menga o'xshagan yana bitta odam kelib katta-kattalarni terib oladigan bo'lsa, u maydalari qolib ketib qoladi. O'z-o'zidan keyin uni siz sotishingiz qiyin bo'lib qoladi. U sizga ziyon bo'ladi. Mana shunday birovning haqqiga xiyonat deb turib ulamolar aytadilar, aslo bunaqa savdolash mumkin emas dedilar. Lekin shu o'rinda istisnolari bor. Agar sotuvchi aytsaki, men roziman, hech qanday muammo yo'q, menga hech qanday zarari yo'q, men roziman, katta-kattalarni olavering deb o'zi solib bersa yoki siz olayotganingizni ko'rib rozi bo'lsa, unda bo'laveradi. Yoki deydilar, masalan, mana 1 kilosi 5000 so'mdan bo'ladigan bo'lsa, siz aytyapsizki, yo'q, menga kartoshkani kattalari kerak. Men 5000 so'mdan emas, men sizga 6000 so'mdan beraman yoki 7000 so'mdan beraman deb odatdagi narxdan qimmatroq qilib narsani oladigan bo'lsangiz, unda narigi tomon agar rozi bo'ladigan bo'lsa, u ham halol bo'laveradi deydi. Lekin aytilgan mana 1 kilosi 5000 deyildi, o'zingiz shu hech qanday kelishuv qilmasdan, uni roziligini olmasdan turib katta-kattalarni terib olsangiz, u natijada norozi bo'ladigan bo'lsa, uni haqqi o'rinsiz bu tomonga, oluvchiga o'tib qoladigan bo'ladi, u noto'g'ri bo'ladi. Demak, mana shunday uni roziligi bilangina tanlab olishga ruxsat bor, lekin endi uni rozi bo'lyapti, bo'lmasligini bilish qiyin. Shuning uchun eng zo'r, eng afzal yo'l shu qanaqa turgan bo'lsa, katta bo'ladimi, kichikdan bir chekkadan olinadigan bo'lsa, kattasi ham, kichigi ham olingan bo'ladi-da, narigi tomon ham xafa bo'lmaydi, u ham ziyon ko'rmaydi, o'z-o'zidan qilayotgan savdoyimiz ham shariatga muvofiq bo'ladi. Hali yuqorida aytganimizdek, rozi bo'lsa halol bo'ladi deyildi-ku. Joizligiga ulamolar dalil qilib Rasululloh bir hadislarni keltiradiki, ya'ni musulmon odamni moli boshqa odamga halol bo'lmaydi, illa bitibin nafsin minhu deb keladi. Ya'ni u chin ko'ngildan rozi bo'ladigan bo'lsa, chin ko'ngildan rozi bo'lib sizga bir narsani beradigan bo'lsa, uni narsa sizga halol bo'laveradi degan mazmundagi hadis sharifni bilan qo'llab-quvvatlaydilar bu gaplarni. Allohu a'lam bis-savob.